Assalomu alaykum Burovash obunachilari. Toshkent viloyati Bo'ka rayonidagi ikkita boks apparatimizni o'rnatib bo'ldik. Apparatimiz qo'yilgan holatlari ikkita boks apparatimizni qo'yib o'rnatib berdik. Hozir ishlab turibdi, uje tayyor bo'lgan. Ikkita boksimiz bu tomonda mashina artadigan joylari, bu tomonda esa texnik motor turadigan xonamiz. Bu o'rtada esa katta yuk mashinalar yuviladi. Bu Tojikistonning sentralining yo'li. Shu uchun ham bu tomonga katta mashinalarni yuvish uchun joy qoldirib berdik. U tomondan kirib, bu tomondan chiqib ketadi. Bu tomonda ikkita boksda esa yengil mashinalarni yuvishligi uchun. Pult upravleniyamiz ham ardingidek full komplektdagi apparatimizni o'rnatib berganmiz. Bu pult upravleniyani klientimiz xohlaganlarida har doim aytib o'tamiz bu narsani. Qanaqa xohlasalar, xuddi shunaqa qilib, xohlagan dizaynlariga chiroyli qilib, brendlari bilan qanaqa xohlasalar, xuddi shunday qilib chiqarib beramiz. Talablarga qarab chiqadigan narsa. Tak, bu pistoletlarimiz esa original, har doimgidek germanskiy izvash pistolet bo'ladi. Tabletkalari, golovkalari hech qachon yorilib ketmaydi. Bu ham inverterlik varianti. Yuqorida konsollarning qo'yilishi, konsollar o'zini konsolning listida, pod konsol listida bo'ladi. O'zini plankasi bor, plankasiga bolt gayka qilinadi. Svarkada turmaydi u. Kovrik держателlarimiz, kovrik держателlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Pistolet qo'yadigan kalchanlarimiz ham, kalchanlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Zo'rdan ankerga ham chiroyli qilib, zo'r qilib qo'tirib qo'yilgan. Keyinchalik ham sinib ketib, hech qanaqa unaqa holatlar bo'lmaydi. Vada pistoletimiz. Ana bu esa pena pistoletimiz bo'ladi. Pena pistoletimiz ham original germanskiy izvash pistoletlardan qo'yilgan. Ko'p klientlarimiz ham pistoletlarni boshqa markalardan qo'ydirayotgan ekanlar. Pistoletlarga обязательно ahamiyat berishimiz kerak. Yaxshi pistolet bo'lmasa agar, pistoletning ham har xili bor. Originali bor, italyanskisi bor, germanskisi bor, xitoyniki bor. Bu pistoletlarning farqiga borish juda ham qiyin. Pistoletlarni обязательно yaxshisidan qo'yilishi kerak. Pistolet agar yaxshisidan bo'lmasa, penaning uchidagi golovkasi tez-tez yorilib turadi. Bu uchun ham bu narsani bunaqa holat bo'lmasligiga sabab bo'luvchi обязательно doim inverter bo'lishi kerak. Inverter tisotnik bo'lishi kerak. Inverter tisotnikni ham hozir yana bir ko'rsatib, sizlarga tanishtirib, eslatib o'taman. Texnik kontamiz, bochkamiz yuqorida. Motorga nisbatan 1 metr yuqorida balandda pastavkada turibdi. Motorlarimiz, ikki avtomatikamiz. Inverter varianti regulatorlik. Har bitta funksiyani o'zini regulatori bor. Har bitta funksiyani o'zini regulatori bilan davleniyasini ko'tarib tushirib, har xil skoroskga, har xil davleniyaga qo'ysalar bo'ladi. Motorlarimiz ham, pompa ham original italyanskiy pompa, italyanskiy motor bo'ladi. Are pompa, italyanskiy pompa. Made in Italia. Motorimiz esa Mazzoni motor bo'ladi. Bu ham italyanskiy motor. Mazzoni motor. Buni ko'pchilik o'zi yaxshi biladi. Motorlarimizga ham hammasiga garantiyalari bor. Bu aytib o'tganimdek, обязательно inverter bo'lishi kerak. Inverter motorda ko'chada turadigan pult upravleniyaning funksiyalarni har xil ishlashligiga, skorosini o'zgartirish uchun bu kerak bo'ladi. Bu ham sizga ekonom uchun kerak bo'ladi. Ham keyin suvni sepgan paytiga suvni o'ziga kerakli davleniyasi bor. Keyin shampurni o'zini sepadigan o'zini davleniyasini keraklisi bor. Ko'pchiligimiz inverterni bilmaydi, tisotnikni bilmaydi. Ko'pchilikda puskatil variant qilib qo'yib berishyapti yoki kimdirlarni o'zi uchun puskatil qo'ydiribdi. Bu puskatilni ko'pchilikka maslahat bermayman. U har tomonlama yaxshi emas. Ham sizga ko'p xarajat bo'ladi, ham puskatil ko'pga bormaydi. U zaman aytib o'tganimdek, puskatilga faqat bitta skoros qo'yib bo'ladi. Puskatilga qo'ygan baringiz, ana например 7 ta funksiya bo'ladigan bo'lsa, puskatilga qo'yilgan davleniyaga ana 7 ta funksiyaga ham bir xil skoros, bir xil davleniya, bir xil bar chiqadi. Bu degani siz обычный vada uchun 150 bar qo'yadigan bo'lsangiz, vada uchun 150 bar pastlik qiladi. Lekin pena uchun yoki ximiya uchun, shunga o'xshash shampurlar uchun 150 bar yuqorilik qiladi, ko'plik qiladi. 150 bar shampur uchun katta bosimu. Bu degani shampurni chiqishi uchun bu pistolet ko'p dosh bermaydi bu narsaga. Tabletkani tez teshilishiga, pistoletning penasini uchini, golovkasi tez yorilishiga ana shu sabab bo'ladi. Puskatil sabab bo'ladi. Puskatil qanday sabab bo'ladi? Davleniyani bari baland qo'yilganligi uchun. Davleniyani barini tushirib qo'ysamchi deganlar uchun shunaqa savol ham tug'ilib qoladi.
Gap yo'q. Pena uchun davleniyni tushirasiz. Pena uchun davleniyni tushirganingizdan keyin shampuni sepish ham zo'r bo'ladi. Tabletkasi ham ancha uzoqqa ketadi. Iken pistolet ham ancha uzoqqa boradi. To'g'ri. Lekin pena uchun davleniyasini tushirasiz, suv uchun ham u anchagina pasayib ketadi. U past davleniya bilan mashina kirini tushirib bo'lmaydi. Bu gapim bilan demoqchimanki, puskatel bo'ladigan bo'lsa, pena uchun balandlik qiladi, suv uchun pastlik qiladi. Qisqacha qilib tushuntirsa agar. Puskatel shu uchun ana bu funksiyani skoroslari uchun ham unaqa narsa bo'lmaydi. Keyin puskatel tokka ham, suvni xarajatlariga ham ancha xarajat bo'ladi. Inverterda esa har bitta funksiyani o'zini отдельно skorosi bor. Bu uchun 100 bar bo'lsa 100 bar, bu uchun 80 bar bo'lsa 80 bar, bu uchun 200 bar bo'lsa 200 bar, 250 bar bo'lsa 250 bar, bunga 180 bar bo'lsa 180 bar. Qanday xohlasa, qanday chiqishi ma'qul bo'lsa, o'shanga qarab qo'yiladi. Inverterga inverter ham skorost tomonlama, ham xarajat tomonlama ancha yaxshi. Bu bilan birga motorni ham ancha ishlashiga xizmat qilib beradi inverter. Inverter bilan puskatelni adashtirib qo'ymanglar. Qo'ldan kelgancha maslahat berib tushuntirib o'tdim. Yana qanaqadir maslahatli joylar bo'lsa, qo'ldan kelgancha tushuntirib ko'rsatib beramiz. Ana bu ikkita boks uchun taxlangan joyimiz. O'zlaringiz yaxshi bor e'tibor berib, ko'rib, o'zlaringiz uchun xulosa qilib olib, ikkitalik boks qo'yaman deganlar, aka, qo'yaman deganlar uchun ana bu yana bir namuna. Shunga qarab joylarini taxlab qurib qo'ysalar bo'ladi. Eni 5 metr, uzunligi 6 metr boksimizni o'rtadan kanalizatsiya suvlari tushish uchun qo'yilgan. Bu ham обязательно bo'lish kerak. Ko'p moykalarga hozir boryapman, bu narsasi yo'q. Bu narsa обязательно bo'lish kerak. Agar bu bo'lmasa, bu chetdan, u chetdan qilganingiz befoyda. Mashina kirib yuvgan paytiga shampun bilan suv o'rtaga yig'ilib qoladi. Ming uklon qilgan taqdiringizda ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastga nomerim qo'ldiraman, telefon qilib savol-javob qilaversangizlar bo'ladi.